Ay, siz Qasımning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqaga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qanday ko'tarib yuraman? Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qanday? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begi menga ilgichi singlig'ini opirib so'labdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qil? Unda qilma. Voy shimg'ina va aqsini bir tepma beka. Hozirga kelgicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning pesini tutqizib baxmadim. Bechora nafasim qopdi. Gelmeysizler. Bu şeyde kalırsınlar. Ondan kımlarlar. Qemarg'a tikilgan xotin. Oyshem Ismoil Tabassum. 17-qism. Aslida Oytura xonimning talabi bo'yicha pulni qancha ko'p deyishalisi shuncha yaxshi bo'ladigan bo'lgan. Biroq bola uchur chiqib qolar deb o'ylamagan bo'g'achqa yeniga ko'p bo'lsa mig'alliqi. Mush pulni dehqonlar yo'ng akilib qolsa elib olamiz debla amro qilib olganlik uchun bularning yanada bari shuningga chiqish qiladigan bo'g'achqa Jabbari shuningga ma'qul bo'ldi. Agar buningga ko'nmasa, ish kayniga so'zilib ketib, kelar hafta bular pulni ovutib akagicha bir tasodifilik yuz berib qolsa va yoki bular bahona qimmat ko'rib bolani ib ketishni xohlamay qolsa, Oytura xonimning toputanisiga jon chiqqila oz qoladi. Shuna u mush bahog'imi ma'qul bo'lib, bugun kechdala ishni bitirishni qaror qilib, yepchi ayolni boshlab, Seyitboyning qo'riqini nishonlab yo'lga chiqdi. Jabbarning bolani yepchi ayolga berib atmoqchi bo'lganligi va ularni boshlab bu yoqqa kelayotganligi haqidagi xabar Jabbarning burun qo'riqqa yetib kelib, Seyitboyga uqtirildi. Seyitboy qilchi o'diqmay, odamlarni yaxshi o'rinlashtirib, Jabbarning hamma ishlarining muvaffaqiyatli bajarilishiga sharoit hozirlab turdi. Kechlik choydan keyin Seyitboy ikki xotinini agashtirib, balalarga Gulsumni qaritib qo'yib, Shahzodam xonimning o'jrasiga chiqib ketdi. Bu bir haftadan beri oldirash yurib, onasi bilan tuzuk ahvollashib bo'lmagan Seyitboy, birinchidan Jabbarning ishlariga osonlik tug'dirish, ikkinchidan onasi bilan holmon bo'lish uchun mo'shindoq qilgan edi. Seyitboy tuzgan plan o'rlashtirgan ishdan qat'iy masala chiqmaydiki, boyningmi bu ishlarning 100% yaxshi tamomlanishiga ishonchi komil edi. Jabbar ho'ylada odam yo'qligiga diqqat qilib, bir hazo oylanib chiqqandan keyin Abbos bilan Rustam o'ynab o'ltirgan uyga kirdi. Gulsum ikki bolani o'yinga sep qo'yib, o'zi tomga yo'linib mugdab qolgan edi. Jabbar kichik yong'oqlardan to'shik ichib, ondan yip o'tkizib, ratlik tizib yasab olgan bir o'yinchoqni qo'ynidan chiqarib, birdam ko'z-ko'z qilib edi. Ikki bola tushma-tushdan Jabbarga esilib, uning qo'lidagini talashqala turdi. Umo dal mushini kutatdi. U qo'lidagini Rustamga berdi va Abbosni dast ko'tarib olib uningga: Endi buni akıllar o'yinson. Mening uyimda yana birsi bor. Sizlarga shuni beray-a? Qandaq, birga chiqib akramdoq. Degenicha taloqa mangdi. Balalarning qag'ishligi bilan uyqusi ichilib ketgan Gulsum Jabbarning balini ko'tarib sirtqa chiqib ketganligini ko'rib o'ltirdi. Lekin odatda Jabbar balalarga amroqlik qiladigan, meva-chevlardan o'zib berib, ularni erkiltib qo'yadigan. Ba'zida Gulsum oldirash bo'lib qolsa, birdam yerimdam ko'tarib beqishib beradigan bo'g'achqa bugunmi ortiq o'ylab ketmadi. Balki o'yinchiqni ep berib, yeli balini akirib qo'ydi deb o'ylab, Rustamning yong'oq tiziqini o'ynashi qarab o'ltirdi. Oydin oqshom edi. Jabbar har tarafga qarab timsiqlig'ach,
balani darvoza sirtiga ep mangdi. Bala qarang'udan qo'qidigan bo'g'achqa Jabbarga ching choplashib yig'lashga boshladi. O boshqalarning diqqatini tortib qo'yishdan ansirab, Oytura xonim bergan beyish qilish dorisi surilgan qo'l yog'liq bilan balaning ig'iz burunlarini etib oldi. Balaning ovozi bara-bara pastlab, asta-asta zuvoni o'chdi va u sizlanib, ixtiyorini Jabbarga topshirib, uning quchqig'iga cho'kib ketdi. Ko'zning shivirg'anliq ovozida daldida mo'kib turib to'nglab ketgan yepcha xotin Jabbarning texich kelmayotganligiga ichi pushib, tit-tit bo'lib ketyotdi. Ular yaqinlab kelayotgan oyoq tivishidan sagaklashib, "Shumu emasmi?" deyishib bo'g'icha. Jabbar ularning yeniga o'ndi va quchqa deyotgan balani ularga berdi. Uxlab qoldi. Amsa pulni berib etib, bu yerdan tezroq kelsanglar. Qo'lim qo'shnilar sezib qolmasin. Yepcha erning balaning chiroyini ko'rib beqish uchun yonchuqidan chiqargan mo'xurga tutashtirgan sarangisi texi yiqilmay turib, Jabbar uning qo'lini tanglab qarab turdi. Er daqiqa o'ylanib qoldi. Zodi ko'rib beqish kerak-ku balani. O Jabbarga hech nima demasdan sarangini boshida balaning chiroyiga tutmoqchi bo'lib edi. Jabbar darrov puvlab o'tni o'chiribdi. Ham past ovozda. Xaq ko'rib qoludi devasam nimanda qilala. O'ylarga aktib kech-kunduz ko'rib o'ltirsilimi hech gap yo'q. Bugun ma'u ishdan chatoq chiqib qolmasin. Chaqqan pulni berib bu yerdan ketisizlar. Begim shundoq topilgan. Balini elib darhol kelsin degan. Er titrab turgan qo'lidagi sarangani tosh yonchuqqa silib, ondan qo'ynidan bir tugunchakni chiqardi. Jabbar shu hamon kapli qilib uning qo'lidagini oldi. Sanimsam bo'ladigan-da. Bir atal kam chiqib qolmagan yana. Bo'lmasa bizning begimiga javob beramay qolaman. O'zimizda turadigan odam biz. Ortiqchisi chiqa. Hargizmi kam emas. Naq 2000 tanga. Jabbar o erning gapini anglab xotirjam bo'lib, qo'lidagi tugunchakni havoga bo'shqini etib, yana tutib, ko'z chinida mo'ltarlab baqdi. Ondan ularga qarab dedi. Bugundan boshlab Mao yezning bozoriga 2-3 oy kelmay turinglar. Undan keyin kelib qolsanglarmi, balini qo'yib o'zinglar kelinglar. Uni akilishga hargiz bo'lmaydi. Nimishqa hamdi? Uyda baliga qarab turadigan hech kim bo'lmasa, olmay kelsak nada qo'yamiz? Nada qo'ysanglar qo'ymamsizlar. Ya qo'shninglar qarab qo'yg'ash tura. Yoki bo'lmasa non tutqizib qo'ysanglar, o'zi g'ojilg'ash o'ynab tura. Birdamlik yutib ketmaydi. Ish qilib, bu begimning topshirmasi. Bu yerga akam sanglarli bo'ldi. Ukam, balini ular rozi bo'lib bergan tursa bizga, yana bu yerning bozoriga akammisin deb yurgani nimasi? Bu ishning tegida boshqa bir ish yo'qdi-a? Hech qanday ish yo'q. Shu bular sal yuzlik jamat bo'g'ashqa. Bu ish sirtqi yeyilib ketmasa demakchikan bizning begim. Bo'ldi. Qoldi gapni keyinchi ko'rishib qolsak tafsili deyishib olamiz. Hozir xap bo'lmay balini elib qaytib tursanglar. Qancha tez kelsanglar shuncha yaxshi. Yepchi xotin atalmish begimning amaliyotda Jabbarning ko'nglini tushungan bo'ldi. Ular kayni tarafiga 1 metr egizlikda yung yeb besilib, arg'amchi bilan tengilgan mapining oldi tarafdagi o'zlari o'ltirish uchun ep qo'ygan bo'shliqiga joylashib o'ltirdi. Ayol bozorda tegiga silib o'ltiradigan to'qilma adyal bilan balani mahkam yo'gidi. Etining beshini kelgan tarafga borib, Jabbar bilan xo'shlashgandan keyin otga qamchi soldi. Jabbar ularning kenidan birdam qarab turgandan keyin qo'lidagi tugunchakni avaylab qo'yniga soldi. Ondan oydinda qariyib ko'rinib, bara-bara yiroqlab ketayotgan mapiga oxirgi qitim qarab qo'yib, cho'ng-cho'ng chamdag'inicha o'ylaga kirdi. U ho'lan yana bir qo'ri ko'zitib, odam yo'qligini jazmlashtirgandan keyin boqqa qayrildigan tarafdagi bo'sh yerga oqlab yevitilgan qo'noqdan bir boshni qo'liga ilib, o'jri o'ylarning kaynidan pamlab mengib, Oytura xonimning o'jrisining kayniga keldi. O tamga chaplashib turib uy ichini tinglab baqdi. Hech qanday sado chiqmagandan keyin qo'lidagi bosh qo'noqni o'ksiga otdi.
bokkida ovoz chiqib qo'noq o'gziga tushdi. U atrofga alanglab yana bir qaravatgandan keyin hech bo'lmagandek qandoqdir bir naqshining ohangi g'ingshig'ach o'riklik orasidagi qo'sham uyga kirib ketdi. Shahzodam xonimning yanida xeli uzun holmon bo'lib o'ltirgan Seyitboy ikki xotinini agashtirib, onasi bilan xo'shlashib yenib chiqdi. Bu vaqtcha balalar uxlab ketib ketgandi deganlarni o'ylab chiqqan ikki xonim tuyuqsiz Abbosning yo'q turganligini bayqab cho'chishdi. Ular taraf-tarafga odam mangdirib balani izdigala turdi. Bala izdavatqanlar orasida Jabbor Bog'van bilan Oytura xonimning xizmatkori Potamxon bor edi. Potamxon Oytura xonim bilan Jabborning eg'iz burun yolishib yurganligini va bola ishidagi planlarini bilmaydi. Ham heligar Oytura xonimmi bu ishlarni insijanga bildirmaydi-ki, hech kimga bildirishni xohlamaydi. Shunga u boshqalarning gumonlanib qolmasligi uchun Potamxonni chiqib boshqalar bilan birga bola izlashga buyurdi. Jabbornimi u oldin buyurib qo'ygan bo'lib, deyishcha normal ahvolda bola yutib ketsa, uydagi hamma kishi aloqazoda bo'lib, yutgan bolani izlaydi ekan. Shunga Jabbormi bolani izlashi kerak ekan. Bo'lmasa boshqalar uningdan gumonlanib qilib, ishdan chatoq chiqamish. Jabborning ideyasida tayyorlab bo'lg'achqa, boshqalar Abbosni izlashga boshlaganda, u o'zligidan chiqibla ularga qo'shilib izlashga boshladi. Seyitboyning buyrug'i bilan arlar mash'al yasab, shuningga o't yiqib, har bir odam birdan mash'al ko'tarib, o'yla va bog'ning bulung pushqoqlari, qo'riqta va barliq uy, hujra, mehmonxona, qoznoq, hojatxona, qo'ton, samonliq, otxona, yem-xashak ombiri, qishliq meva-cheva, say-ko'ktatlarni saqlaydigan uy, juvozxona, g'oz to'q kotiki, kaptarxona, o'gzilagicha chiqib izlashtirib, bağmıgan kirmegen hech yer qolmadi. Shundaqdimi Abbosning izdiriki bo'lmadi. Oxiri kecha bir mahal bo'lib ketganiga qaramay, yo'l qatori qo'shnilarning ishkini mushlab hammasini uyg'otib, balaning yo'qab ketganligini, qo'shnilarning uyga kirib qolgan bo'lsa deb izlab kelishganliklarini aytib, ularni xeyli parakanda qilishdi. Xo'lim qo'shnilarmi o'zligidan tashkillanib, bog'varollarini, uy qo'tallarini olib qo'ymay oqtirib, bola izlab ketishdi. Ammo kelgan javob yo'qdan boshqa hech nima emas. Balaning yo'qligini bilgandan boshlab yig'lig'il turgan Zivarnisa o'shidan ketayli deb qolgan edi. Seyitboy madal shuningdan ansiraydi. Ishdan burun mundoq vaqa deb samiga sap qo'yish mumkin emas. Ishdan keyin desa yana o'xshamay qoladi. Hech bo'lmasa Oytura xonim bilan Jabborni bexotlashtirib, qilmish atmishlarni davomlashtirgudek imkon qoldirishi lozim. Shuninggacha Zivarnisomi bolam yo'q deb yig'lab, olamni ma'lum qilib turish kerak. Biroq eg'ir oyoq Zivarnisa buningdan ko'p arajtasi yaxshi bo'lmaydi. Qandoqla bo'lsin, uning ko'nglini tindirishni muvofiq ko'rgan Seyitboy qo'qqinidan bir bulunga tiqilib, tugilib, titrab, yig'lab o'ltirgan Gulsumni Shahzodam xonimning yeniga chiqaribdi. Ondan Qambarniso xonimni chaqirib olib, eshikni ichidan atdi. Oytura xonim o'z hujrasida o'ltirib, Zivarnisoning to'xtamay yig'layotgan ovozini anglab, huzurlanib kuldi. Uning urishlari, voy jinim bolam deb nola qilishlari, to'kilib buquldoshlari Oytura xonimning zidilik ko'nglini avundirib, nafrat, o'shmadlik tuyg'usini aram topqizmoqda edi. Zivarnisa qancha puchalangan siri u shuncha puqodin chiqqandek bo'ladi. İç-içidan shotlanadi. Barkamda Zivarnisoning yig'i ovozi o'chdi. Oytura xonim bu holdan mangdab, yuragi o'ng ta'tir so'qqila turdi. U pas qo'nchilik ko'zlik o'tkani kiyib, ostog'ining hujrasidan chiqdi va har tarafda yenib turgan mashal yo'riqlarni ko'rib, bola izlashning davomlashayotganligini bilib, ko'ngli iziga tushdi. Shundaqdimi Zivarnisoning nemishga jimib qolganligini bilgis kelib, putlari shu tarafga tortib qoldi. Oytura xonim eshikni bo'shqini ishtirib echib,
Zivernisaning hujrasiga untinsiz kirib keldi. Bu chaqda Zivernisa hushsiz holatda sunaylanib yotgan. Qambernisa xonim uning beshida ichki chekisini uvlab o'ltirgan bo'lib, Seyitboy bir piyolada suv ko'targanicha ikki xotinining beshida qarab turardi. Hushidan ketibdi-da, deb o'ylagan Oytura xonim opul-topul bağganicha Qambernisa xonimga ha-ho deyishib, Zivernisani hushiga keltirishga yordamlashgan bo'lib oldi. Ko'zining quyruqida Oytura xonimning yurish-turishlariga zan qo'yib turgan Seyitboy uning bunchola hiylagarligiga zo'qi kelib, ixtiyorsiz pisingadi kulib soldi. Biroq uning kulganini o'zidan boshqa hech kim sezmadi. Shundoq qilib, bola izlash butun bir kecha davom qildi. Zivernisa texicha hushsiz yotadi. Oytura xonim bilan Jabborni cho'chitib qo'ymaslik uchun odamlarga davomli izdanglar deb buyruq qilib qo'yib, yenib kirgan Seyitboy mugdab qolgan Oytura xonimni o'jrisiga chiqib orom elishqa. Qambernisa xonimni bolalar qarab beqishga buyurib etib, Zivernisa bilan qoldi. Untekin studiyasi. Seyitboyning Qambernisa xonimni siz chiqib bolalar qarab beqing degani, Oyturaga ko'z quloq bo'ling. Ishik tuvida turib gapimizni o'g'irliqcha anglamasin degani edi. Zira Qambernisa xonim erining ko'ngildagini tushunib, Oytura xonimning kayindilla so'ndishib taloga chiqdi va Oytura xonim hujrasiga kirib ketkichi kaynidan qarab turib, ondan Rustam yotgan uyga kirib, kirsin chirig'ini yondirib qo'yib, yana Zivernisaning hujrasi oldiga chiqib, ko'zatchilikda turdi. Oytura xonim oldida Qambernisa xonim kaynida chiqib ketgandan keyin Seyitboy Zivernisani chaqirdi. Zivernisa bir ko'zni qisib ichib, shundoqli qarab, uyda boshqa odam qolmaganligini jazm qilgandan keyin o'ri bo'lib o'ltirdi. Ajabmi chiqib ketmay o'ltirib oldi. Nekam yonga o'rilgim kep chidamay qog'li. Ha, men demagan bo'lsam, chiqib ketishga yuzi chidamay. Mush yerda tongni otqizatdi u. Bo'ling, vaqtni chang tutib, ozroq bir narsa yeyiling. Tong etishi bilan mahbani qotqizib, Qambernisa bilan yo'lga sap qo'yay. Bilganlar sizni tevib qilib ketildi deb bilgash tursin. Siz ammonamning uyiga berib, bola bilan ko'rishgash turing. Oyturaning onasining uyiga odam mangdirganda, sizlarga mo qo'shibli mang'izaman. Shu chog'da qaytib kelinglar. Angacha bu yerdagi ishlarni men jo'ndigash turaman. Ma'qul. Lekin bu ishlarni deb bekli jabba tatib ketdilar. Qoq bir kecha uxlamaganlar edi. Mening ichim og'rib ketdi ekan. Menga moshiningdan boshqa yo'l qolmadi. Bu qitim qandoq qilsam qilib, uning xedini berib, onasining uyiga yo'lga sap qo'ymasam bo'lmaydi. Shuning uchun uning Jabbor bilan tuzgan planiga mo jiroqdan qarab turib, keyingi ishlarni boshqacha o'rinlashtirib qo'ydim. Mana endi oxirgi bir ish qoldi. Ularni naq maydonda tutolmasam, bu necha kundan beri qilganlarim bir tiyin bo'ladi. Shu yana ozroq chidib etay. Sizmi ko'nglingizga olmang. Sizga boshda deb qo'ymay, ko'p shaqlatdim. Seyitboy Zivernisa bilan xeyli o'zim mungdashdi va tong otgandan keyingi ishlarni tartibli o'rinlashtirib chiqdi. Tong suzilganda Seyitboy xizmatkoriga buyurib mapini otga qotqizdi. Ondan behush qiyofatga kirib, ko'zini ochmay yotgan Zivernisani ko'tarib chiqib, zilchi silinib, ko'rpa takiyalarni rastlab tayyor qilgan mapiga yotqizib, yotqan bilan puxtilab cho'mkedi. Qambernisa xonim qishliq qalin paltosini, ipak yog'liqi ustidan so'sar to'miqini bostirib kiyib, Zo'rixon bilan birga Zivernisa yotgan mapining bir tarafiga chiqib o'rinlashdi. Xizmatkor ikki xonim o'rinlashgan mapini haydab, tevib qarab yurib ketdi. Seyitboy bo'lsa yana bir mapini qotqizib, uxlab yotgan ikki bolani, yana qizi Gulbahram xonim bilan o'g'li Rustamni uyg'otib, kiyindirib tayyor qildirdi. Ondan onasi Shahzodam xonimga qo'shib, Gulsumni ularning holidan yaxshi xabar olishga buyurib, ularni bir yerga mangdirdi. Ko'rsatgan sababi bo'lsa bolalarning onasi Zivernisani tevib qo'yib ketdi. Xizmatkorlar hammasi Abbosni izlayotdi. Bolalarning holidan va salining hollaridan xabar oladiganga uyda hech kim qolmadi.
Bola tepilib, zivarnisa saqiyib, ishlar sal iziga tushkicha 2 bolani elib berib, amma onamning uyida 2 kun mehmon bo'lib tursalar. Men Qambarnisolarning kaynidan baray, yolg'iz yo'lga sep qo'yib xotirjam bo'lolmadim degandan iborat bo'ldi. Shundoq qilib Shahzodam xonim 2 navrisini elib ochisining uyiga ketgan. Seyitboy etig'i minib Qambarniso xonim bilan Gul xonimning kaynidan qo'g'ilgan bo'ldi. Odatda bu uydagilar bir yerga ketsa uyda yolg'iz qilib odatlanib qolgan Oytura xonim bu ishlardan qilch gumonsiz holda hammani uzitib qo'yib, butun qo'riqda o'zi yolg'iz qoldi.